Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 6-qismi. Ushbu darslarimiz sodda va qiyosiy shakllarda bo'lib, siz arab tilini mustahkam ravishda o'rganishingiz uchun xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda darslarni keng formatda Telegram sahifamiz orqali haftada 2 marotaba 1 soatdan takrorlab boryapmiz. Darsdan bir kun o'tib esa Telegram sahifamizga mavzu bo'yicha testlar yuboriladi va o'z bilimingizni mustahkamlab borasiz. Bu imkoniyatlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying. O'tgan darsimizda kitobimizning 11-sahifasidagi mashq bilan darsimizni tugatgandik. Bugun esa kitobimizning 12-sahifasidagi uzoqni ko'rsatish olmoshi zalikani o'rganib chiqamiz. O'tgan darslarimizda ma'lumki, biz yaqinni ko'rsatayotgan vaqtimizda ismi ishora sifatida hazadan foydalanib kelardik. Bu uy, bu tijoratchi, bu bola va talaffuzda ham hadan keyin kichik alifni kitobimizga yozib qo'ygandik. Hattoki savol yasovchi qo'shimchalar bilan qanday foydalanish kerak ekanligi va javoblarda qanday foydalanishimiz haqida ham batafsil o'rganib chiqqandik. Bugun darsimiz davomida o'rganadigan zalika ismi ishorasi ham ayni o'sha qoidalar asosida ishlatiladi. Keling buni yanada yaxshiroq tushunishimiz uchun bir muncha vaqt e'tiboringizni qaratib turing. Zalika so'zi uzoqni ko'rsatish olmoshi bo'lib, bu o'zbek tilida u degan ma'noni ifodalaydi. U bola, u uy, u eshik, u masjid, u tijoratchi kabi misollarda qo'llaymiz. Talaffuzimga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz, zal harfidan so'ng kichik alif bo'lib zalika shaklda talaffuz qilamiz. Haza yordamida savol berilsa, haza bilan javob berilgandek, zalika yordamida savol berilsa ham zalika bilan javob beriladi. Bu nima? Bu kim degan vaqtimda, bu falon narsa, bu falonchi deb javob berganingizdek, u narsa nima? U kim degan vaqtimda ham u falonchi, u narsa falon narsa deya javob berasiz. Ya'ni ma zalika, man zalika vositasida savol berilsa, zalika vositasida javob beriladi. Uzoqni ko'rsatish olmoshida bir umumiy qoida bor. Ya'ni biz ishlatayotgan vaqtimizda hazada qanday qoidalar bo'lsa, zalikada ham xuddi shunday qoidalar bor. Keling buni yaxshiroq tushunib olishimiz uchun 12-sahifadagi misollarni birgalikda bajaramiz. Ma zalika, ana va nima? Zalika najmun, u yulduz. Zalika ko'rsatish olmoshi yordamida savol berildi va javobda ham zalika bilan javob berildi. Keyingi misol. Bu misolimizda yaqinimizda masjid, uzoqda esa uy berilgan. Yaqindagi narsaga nisbatan hazadan foydalanamiz, uzoqdagi narsaga nisbatan esa zalikadan foydalanamiz. Haza masjidun, bu masjid, va zalika baytun, va ana va uy. Ikki jumlani bir-biriga bog'lashda va bog'lovchisidan foydalandik. Yodingizda bo'lsa, biz shu mavzuni 3-darsda o'rgangandik. Ya'ni ikkita so'roq jumlani bir-biriga bog'layotgan vaqtimizda va bog'lovchisidan foydalanamiz degandik. Oddiy jumlalarni bir-biriga bog'layotgan vaqtimizda ham ayni shu bog'lovchidan foydalanamiz. Va yozuv shaklida va harfidan keyin alif bo'lmaydi. Va undan keyingi zalika yoki haza keladigan bo'lsa, yoki undan boshqa bir misollar keladigan bo'lsa, biz ortiqcha joy qoldirmasdan bir-biriga ulagan holatda yozamiz. Xuddi misolda ko'rsatilgandek. Keyingi misolga o'tamiz. Yaqinimizda ot, uzoqda esa eshak berilgan. Yaqinimizdagi narsaga nisbatan haza, uzoqdagi narsaga nisbatan zalika ismi ishorasidan foydalanamiz. Haza hisonun va zalika himar. Bu ot va ana esa eshak. Keyingi misolga o'tamiz. Azalika kalbun. Mushukni ko'rsatib, ana va kuchukmi deya savol berdim. Endi siz inkor shaklida javob berishingiz kerak. La, zalika qittun. Yo'q, u mushuk. Zalika bilan savol berilganligi uchun zalika bilan javob berdik. Keyingi misol. Ma zalika. Ana va nima? Zalika sarirun. Zalika yordamida savol berildi va zalika bilan javob berildi. U nima? U kravat. Shu bilan 12-sahifadagi barcha misollarni bajarib bo'ldik. Endi 13-sahifadagi misollarni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu misolimizda shaxslarga qarata savol berilgan. Yaqinimizdagi kishi va uzoqimizdagi kishiga nisbatan. Man hada? Bu kim? Va man zalika? Va ana va kim? Tajribamiz davomida ushbu misolda ko'pchilik xato qilishiga guvoh bo'lganmiz. Javobni o'zida hadani o'zidangina yoki zalikani o'zidangina foydalanishadi. Bu xato. Bu yerda ikkita so'roq jumla bor. Haza bilan berilgan so'roq jumlaning javobi haza bilan boshlanishi kerak. Zalika bilan berilgan so'roq jumlaning javobi esa zalika bilan boshlanishi kerak. Ya'ni man haza degan so'roq jumlamizning javobi haza mudarrisun shaklida. Va man zalika degan so'roq jumlaning javobi esa va zalika imamun shaklida javob berilishi kerak. Ya'ni bu o'qituvchi va ana va esa imom. Imamun so'zi o'zbek tilida imom degan ma'noni ifodalaydi. Buni lug'at daftarimizga yozib qo'yaylik. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolimizga o'tamiz. Uzoqdagi narsani ko'rsatib, ana va narsa nima deymiz? Ma zalika.
u tosh deb javob beramiz. Zalika hajarun. Hajarun so'zi o'zbek tilida tosh degan ma'noni ifodalaydi. Keling buni lug'at daftarimizga yozib qo'yaylik. Keyingi misol: Hada sukkarun. Bu shakar. Va zalika labanun. Va ana esa sut. Yaqindagi narsaga nisbatan hadadan foydalandik, uzoqdagi narsaga nisbatan esa zalik ismi ishorasidan foydalandik. Yangi lug'atlarni lug'at daftarimizga yozib qo'yaylik. Sukkarun shakar degan ma'noni ifodalaydi. Labanun esa o'zbek tilida sut degan ma'noni ifodalaydi. Shu bilan mavzuyimizga oid barcha misollarni bajarib bo'ldik. Endi esa mavzuni mustahkamlash uchun tamrin, ya'ni mashqni birgalikda bajaramiz. Bizga misollar berilgan va ularning ustidagi harakatlar olib tashlangan. Biz esa harakatlarni to'g'ri qo'yish orqali mavzuyimizni mustahkamlab olamiz. Sizga misollar yaxshiroq ko'rinishi uchun har birini alohida shaklda yozamiz. Bu shakar, ana va sut. Hada sukkarun va zalika labanun. Agar shu shaklda o'qigan bo'lsangiz, demak siz mavzularni yaxshi o'zlashtiryapsiz. Keyingisi, man o'zingiz o'qishga harakat qiling. Zalika. Zalika imamun. Zalika vositasida savol berildi va zalika vositasida javob berildi. Keyingi misol, suratda kuchuk berilgan va kuchukka qarata bu mushukmi deya misol berilgan va javobda yo'q inkoridan foydalangan. O'zingiz o'qishga harakat qilib ko'ring. Azalika qittun. U mushukmi? La, zalika kalbun. Yo'q, u kuchuk. Keyingi misol, bu misolimizda yaqinimizda tosh berilgan va unga qarata savol berishimiz kerak. Ma hada? Bu nima? Hada vositasida savol berilganligi uchun hada vositasida javob beramiz. Hada hajarun. Bu tosh. Shu bilan mavzuyimizni mustahkamlash uchun berilgan mashqni birgalikda bajarib bo'ldik. Endi esa yangi so'zlarni lug'at daftarimizga yozib olaylik. Imamun imom degani, hajarun tosh degani, sukkarun shakar, labanun esa sut degan ma'nolarni ifodalaydi. Shu bilan kitobimizda berilgan ad-darsus sani, ya'ni ikkinchi darsni ham tugatdik. Kelasi darsimizda ad-darsus salis, ya'ni 3-darsni o'rganishdan boshlaymiz. Bugunga shu yergacha yetadi. Bepul darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.